Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Andijon viloyatidagi Bertus Group, ya'ni sendvich panel ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz. Ushbu zavodda bugun sizlar bilan to'liq formatda ko'rib chiqamiz. Zavodni bizga tanishtiradi ushbu zavod xodimi Azizbek aka. Assalomu alaykum. Ishingiz yaxshimi aka? Yana bir marta charchamayapsizmi? Aka, sendvich panel haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmagan mijozlarimiz uchun umumiy qilib ma'lumot berib o'tib ketasiz. Biz hozir aynan qayerdamiz? Bu joyda o'zi aynan nima ishlab chiqariladi? Sendvich panel o'zi nima uchun kerak? Shu mijozlarimizni qiziqtirgan savollarga o'zingiz birgalikda to'liq javob berib o'tib ketsangiz. Zavodimiz Andijon viloyati, Andijon tumani, erkin iqtisodiy zonada joylashgan, orientir uchun aeroport atrofi, Andijon Asaka yo'lida joylashgan. Bir qator kirib ichkarida Yo'l boshqa obyektlarimiz bor. Bemalol aka. Tanishib chiqamiz aka. Ofisni juda ham shinam qilib qo'ygan ekansizlar. Video ham o'zgacha dizaynda ishlangan ekan. Bular bilishim bo'yicha sendvich panellar hammasi. Mahsulotimizdan namunalar bular. Mahsulotimizdan namunalar. Biz ikki xil mahsulotda sendvich panellar ishlab chiqaramiz. Penoplastlik hamda bazaltlik mahsulotlar. Endi bu narsani parametrlari bo'ladi, qalinliklari, yupqaliklari, zichliklari, boshqalar. Unga qarab klient talabidan, xohish istagidan kelib chiqib, bu narsani yetkazdirib chiqarib beramiz bu narsani. Ya'ni o'sha o'lchamlarni, hajmlarni mijozlarni o'zlari kelib tanlashadi. O'zlari kelib tanlashadi. Bu penoplast, bunisi bazalt, to'g'rimi? Xuddi shunday. Penoplast, bazalt bular alohida obyektlarga ishlatiladi. Misol uchun nima desam bo'ladi? Penoplast qatga-yu bazalt qaysi obyektlarga foydalaniladi? Endi bu ikkalasi ham avvalo izolyatsiya mahsuloti hisoblanadi. Ikkalasining ham bir-biridan ustun taraflari bor. Penoplast misol uchun issiq sovuqqa chidamliligi yuqori bo'lsa, ichkarida haroratni ushlab turishi yaxshi. Bazalt пожаробезопасность shu taraflari bor. Bazalt umuman yonmaydi. Umuman yonmaydi bazalt mahsuloti. Penoplast lekin haroratni ushlab bergani zo'r. Haroratni ushlab bergani xolodilniklarga, boshqalarga основной penoplast ishlatishadi. Sendvich panelda ham devor qismiga va patolog qismiga ham o'rnatasizlar, to'g'rimi? Xuddi shunday. Patolog qismiga, tom qismiga ham. Orqamizda turgan narsalar penoplastni namunalari, to'g'rimi? Namunalari xuddi shunday. Adashmasam zichligi bo'lsa kerak 20-10 qilib qo'ygan ekansizlar. 20, 10, 16, 14, 18. Biz основной penoplast zichliklari bo'yicha 10, 14, 16, 18, 20 zichliklarda sendvich panel mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Ya'ni o'sha mijozlar kelib shu ofisdan o'zlari ranglarni bu tomondan, zichliklarni bu tomondan tanlab olishadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu tomonda nimalar bor aka? Bu tomonda ham sendvich paneldan namunalar, samarezdan namunalar. Samarezlarda ham uzunliklari bo'ladi. 12,5lik, 15,5lik, 18lik, 20lik. O klientlarimiz xarid qilib turgan sendvich panellaridan kelib chiqib, samarezlarni taklif qilamiz. Tushunarli. Bo'lmasam Azizbek aka, ko'p vaqt ketkazmaymiz. Ofisingiz bilan tanishib chiqaylik. Ofisingiz juda ham shinam, vid tomonlama, interyer vobshe dahshat qilib ishlangan ekan. Endi aka, ichkarida adashmasam zavodda bolalar ishlashyapti. Bir mijozlarimizga zavoddagi jarayonlarni ham bir ko'rsatib bersak aka, xo'p yo'q demasiz aka. Azizbek aka, bu zavodimiz qancha maydonga joylashgan? 1 gektar maydonga joylashgan. 1 gektar maydonda ham ofis, ham zavod, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir bu tomonda ishlab chiqarish jarayoni, ichkarida o'zini alohida omborxonasi ham bor. Omborxonasi ham bor. Tayyor yuklar chiqadi, upakovka shaklida bo'ladi. Naveslarimiz bor ichkarida. Avtomobillar, mashinalar, katta mashinalar borishadi, kirishadi, yuklab chiqib ketishadi. Tayyor. Ma'lumot o'rnida buni o'zi ham, zavodni o'zini ham sendvich paneldan o'zingiz qurgansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'sha Qo'qondagi filialdan olib kelib, bag'da o'zingiz qadr olsagan. Xuddi shunday. Ish jarayoni qizg'in ketyapti ekan, Azizbek aka. Albatta. Hozir mana shu yerga kirganimizda o'zim guvoh bo'ldim. Haqiqatdan sendvich panel siz aytganingizdek haroratni ushlab qolar ekan. Ya'ni hozir tashqarida issiq, lekin ichkarida o'sha o'zini salqin havosini ushlab turibdi. Azizbek aka, birma-bir tanishtirib ketamiz. Bu tomondagi rulonga o'xshagan temirlar turibdi. Bular nimalar o'zi aka? Ular mahsulotlar, tovarlar olib kelishamiz. Misol uchun Toshkent metallurgiya zavodidan, TMZ zavodidan listlar keladi, polimerli listlar. Bularda klientlarda talabidan kelib chiqib, ranglari bor. Polimerli rux qoplamasi 70-24, mokra asfalt rang deyshadi xalq tilida. 70-24, 90-03 oq ranglar, havo rang, yashil,
молочный rang deyishadi, qaymoq rang. Qalinliklarda ham farqi bo'ladi. Qalinliklarda ham farqi bo'ladi aka. Biz основной 0.37 pilisovkadan boshlab 4lik, 4,5, 5lik qalinlikda chiqarib beramiz. Mahsulotlarda asosan. Ko'rib turibmiz, bag'da 3-4 ta katta stanovlarni ko'ryapmiz, lekin orqa tomonda ko'rayotganingizdek juda ham katta ob'yomdagi po'kaklar turibdi. Penoplastni ham o'zingiz ishlab chiqarasizlarmi? O'zlarimiz ishlab chiqaramiz. Qo'qondagi zavodimizda ishlab chiqaramiz penoplast mahsulotlarini. U yerdan bu yerga olib kelib, bu yerda sendvich holatida tayyor mahsulot sifatida chiqaramiz. Tunuka qanaqa olmasalar aka? Toshkent metallurgiya zavodidan. Hamkorlik asosida ular sizlarni tunuka bilan ta'minlab berishadi. Xuddi shunday ta'minotchilarimiz. Bu qanaqa stanogimiz Azizbek? Bu tomni tepa qismiga qovurg'a bosadigan stanogimiz aka. O'sha tunukani qolipga keltiradigan-da, shuning uchun bo'yicha tomni tepa qismiga gofra bosadi. Azizbek, bu tomondagi stanogimiz nima qiladi? Bu tomondagi stanogimizning vazifasi penoplastni o'sha qalinliklarga bo'lish. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu tarafda blok holatida kelgan, 60 sm ga 1.20 4 metrlik shaklda kelgan. Bu narsani klientlarda talabidan kelib chiqib 5 sm, 7,5 10 sm, 12 sm hamda 15 sm qalinlikda qilib bo'lishadi. Ya'ni o'sha zichligini tanlashgandan keyin apparat qalinligiga bo'lishadi. Kesib beradi, tekis qilib. Mana sizlarimiz olishadi, qo'yishadi. Shu bo'yicha qalinliklarga bo'lishadi bu. Ha, hurmatli mijozlar, ko'rib turibsizlar, penoplastni o'zini alohida o'lchamlari bo'yicha kesilayotganini jonli videorolikda ko'rishingiz mumkin. Hozir mana akalarimiz stanovda yurg'izib ko'rsatib berishadi. Bu o'rtasini kesib olishda nimaga u? Yo'q. Atqot chiqadi, o'sha atqotni bo'lib olyapti. Ha, tushunarli. Stanogimiz yuryaptimi? Ha, yurdi, ishladi. Yaqinroqdan kelib ko'rsataverasiz. Azizbek, bu stanogimiz qachon keltirilgan o'zi? Xitoydan. Bo'ldi, bu tomonga yuraveramiz. O'sha siz aytganingizdek, nima, blok holatlari deysiz-ku, penoplastlar. Xuddi shunaqa tayyor penoplastlar Qo'qondagi zavodlaringizdan keladi, bag'da o'sha o'lchamlarni kesib joylashtirib Xuddi shunday. Bo'ldi, tushunarli aka. Bu tomonda yana bitta stanogimiz bor ekan. Bu haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Bu sendvich panel chiqaradigan asosiy stanogimiz bu. Bu yerga dislar qo'yiladi, oldi orqasiga izolyatsiya mahsuloti, penoplast. Yo'l boshlamasa bir ishlarni ham o'zingiz tanishtirib ko'rsatasiz aka. Bag'da hozir penoplastni tunikaga mahkamlash uchun kley surtyapti, adashmasam. Ha, kley surtashyapti. Kley cho'tkalarimiz boshqalar. Bundan tayyor mahsulot sifatida chiqadi. U tarafda vallarimiz bor. Press vallarimiz. Press vallar orqali sendvich panel mahsuloti bo'lib chiqadi bu narsalar. Bu kleyni ham chetdan olib kelasizlarmi yo? Ha, rossiyskiy двухкомпонентный kley. Tushunarli. Azizbek, bu tomonda baland cho'qini eshitilyapti. Adashmasam, o'sha aytgandek mijozni o'zini talabiga qarab turib, sendvich panelda aytgan o'lchamida kesib bersa kerak, albatta. Ha, bu tarafda arramiz joylashgan. Klientlarimiz bergan razmerlar bo'yicha tayyor mahsulotni kesib beriladi bu arrada. Ha, mana shu apparatni o'zi kesib berar ekan. Ha, xuddi shunday. Buni ham Xitoydan olib kelgansizlar. Bo'ldi. Tushunarli. Bag'da tayyor sendvich panel, mana shunaqa o'zini alohida mashinalarga yuklanib, stretch o'ragani ketiladi, to'g'rimi? Bu yerda sendvich panellarimiz, tayyor mahsulotlarimiz pachkalanadi. Pachkalanadi. Pachkalangandan so'ng bu tarafga olib o'tiladi. Bu tarafda upakovka apparatimiz bor. Taxlangan holatda, upakovka holatida klientga chiqarilgan 615 dan 13 dona bo'ladigan bo'lsa, buni bu tarafga olib o'tishadi. Bu tarafda upakovka apparatimiz bor. Bu apparat yordamida biz klientlarga sifatli yetib borishini ta'minlaymiz mahsulotlarimizda. Ya'ni o'sha avtotransport vositasi, yuk mashinasi yuklab ketilayotganda qanaqadir yo'ldagi noqulaylik tufayli shilinmasligi, qirilmasligi uchun ustidan qanaqadir qoplama qoplanadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Azizbek aka, ushbu zavodda nechta xodim ishlaydi hozirgi kunda? 30 dan ortiq.
30 dan ortiq xodimlar ishlashadi. U odamlar hammasi shu Andijon viloyatidagi xodimlar, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shu yerda istiqomat qilishadi, o'zlarining uylaridan qatnab ishlashadi. Ularni issiq ovqat bilan, ya'ni tushlik bilan kim ta'minlab beradi? Ishxona hisobidan tushlik bilan ta'minlash. Mana bu yerda oshxonamiz joylashgan. Ya'ni shu yerda ishlaydigan xodimlar uchun marhamat aka bemalol. Shu yerda ishlaydigan xodimlar uchun alohida o'zingiz oshxona tashkillashtirib, tushlik ishxona hisobidan mutlaqo bepul, shunaqami? Xuddi shunday. Ya'ni shu yerda aynan shu Bertus Group jamoasi, zavod ishchi xodimlari bemalol issiq ovqat bilan ta'minlab tushlik qilishadi. Ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz sharoitlari juda ham yaxshi. Rak binalari, o'sha 30 kishiga mo'ljallangan alohida joylari mavjud. Oshpazlar ham ishlasa kerak, menimcha. Oshpazlar ham ishlashadi. Alohida oshpazlari ham bor ekan. Endi aka, obunachilarimizga qiziq bo'lgan savollardan berishni boshlayman. Sendvich panel mahsulotini qanaqa afzalliklari bor? Ya'ni g'ishtdan hozirgi kunda binolar qadr ostida, gazoblokdan, penoblokdan hozir shunaqa bloklar ko'payib ketgan. Sendvich panelining afzalliklari nimada, Azizbek aka? Sendvich panelda afzalliklari issiq sovuqqa effekti yaxshiligida. Misol uchun oladigan bo'lsak, penoplastlik sendvich panellarimiz 1 metr oshiq g'isht devorda issiq sovug'ini beradi. Bu narsaning yana bir plus tarafi qayta ishlaydigan mahsulot. Ya'ni men o'zim korxonam uchun sendvich panel mahsulotini xarid qilsam, korxonam qaysidir boshqa hududga ko'chiradigan bo'lsam, sendvich panelni shunda yechib, o'sha yangi manzilga borib qotirib qo'ysam bo'laveradi. Xuddi shunday. Afzallik tomonlari shunda. Afzallik tomonlari shunda. Misol uchun g'ishtdan ko'taradigan bo'lsangiz, suvoq qilasiz, remont qilasiz, boshqa qilasiz. Ertadan keyin korxonangizni ko'chiradigan, boshqa qiladigan bo'lib qolsangiz, bu narsani pashti musor chiqadi u narsadan. Sendvich paneldan foydalanadigan bo'lsangiz, birinchidan qurilishingiz tez bitadi, vaqtdan yutasiz. Ikkinchidan effekti issiq sovuqqa, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Uchinchidan qayta ishlaydigan mahsulot hisoblanadi. Ya'ni o'sha siz aytib o'tganingizdek, g'ishtdan qanaqadir gazoblok, penobloklardan binoni ko'taradigan bo'lsa, bu kamida misol shunaqa zavodda qad rostlash uchun kamida 1 yil, 2 yil muddat ketadi, to'g'rimi? Lekin sendvich panel bilan bu narsa 1 oyda bitadi, shunaqa emasmi? 1 oyda agarda siz ham o'zingizni qanaqadir korxona yoki bo'lmasam yangi bir binoni tezroq muddatda sifatli, hamyonbop bo'lib qad rostlashni istasangiz, bemalol Bertus jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Azizbek aka, hozir siz ushbu sendvich panel mahsulotlaringiz bilan qaysi mijozlarni ta'minlab berasiz? Ya'ni sizni asosiy mijozlaringiz, hamkorlaringiz kim? Asosiy mijozlarimiz ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar, biznesmenlar hisoblanishadi. Ya'ni o'sha katta obyektlarning egalari. Katta obyektlarning egalari, keyin bu sendvich panel mahsuloti ko'p hollarda noturar joylarda qurishda foydalaniladi. Bu narsaga keladigan bo'lsak, u yerga burchagimizga chiqarib qo'yganmiz taniqli brendlardan hamkorlarimiz biz mahsulotlarimizni xarid qilishgan, foydalanishgan. Ko'rishingiz mumkin. Artsof, Fazoir Tekstil, O'zbegim, Shaffof Metal, Qo'qon universitet, Zamon Tekstil, Mercedes-Benz ham bor ekan. Andijon mebel markazi. Ya'ni mana ushbu oynada turgan hamma brendlar siz bilan shartnoma qilish asosida sendvich panel mahsulotlaringizni xarid qilishgan. Xuddi shunday. Bu hammasimi? Yo'q, hammasi emas. Hali yana ham ko'p-a? Yana ham ko'p, anchagina. Demak, hurmatli mijozlar, ushbu ko'rib turgan taniqli brendlaringiz sendvich panel mahsulotlari bilan ta'minlanayotgan mijozlarimizdan atigi ummondan tomchigina xolos. Biz sendvich panel mahsulotlarimiz bilan bundan-da katta brendlar, bundan-da katta korxonalarda ishlab kelmoqdamiz. Demak, hurmatli obunachilarimiz, bugungi Andijon viloyatidagi Bertus Group sendvich panel ishlab chiqarish zavodidagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sendvich panel mahsuloti haqida qanaqangi qiziqqan savollaringiz bo'lsa, izohlarda raqamlaringizni qoldiring. Biz siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotni beramiz.